quyosh paneli o'rnatish bo'yicha foydali ma'lumotlarni mutaxassisning o'zidan eshitgan yaxshi. Bizning jamoamizda quyosh paneli o'rnatish bo'yicha mutaxassis Olmosbek. Olmosbek quyosh paneli o'rnatish bo'yicha yaxshi tajribaga ega. Hozir sizga Olmosbek bir tomonlama va ikki tomonlama quyosh panellarini farqlarini tushuntirib beradi. Ikki tomonli va bir tomonli quyosh panellarining top 3 ta farqini aytib beraman sizlarga. Birinchi farqi bu ko'rinishda, ya'ni ko'rib turibsizlar, bifacial, ya'ni ikki tomonli quyosh panellari ko'rinishda farq qiladi. Bir tomonligini kontaktni oldidan chiziq-chiziqlari bo'ladi. Ikkinchi farqi orqa effekt deydi, ya'ni bifacialda ikkita tomoni quyosh paneli yachekalari bo'lganligi uchun samaradorlik 25% gacha yuqori bo'ladi. Bir tomonli monofacial quyosh panellarimizda samaradorligi pastroq bo'ladi. Uchinchi farqi bu albatta narxida, ya'ni bu Longi Haymo X10 quyosh panelimiz bo'ladi. Hozirda O'zbekistonda juda ham ommabop bo'lgan zamonaviy panellardan. Mana shunday quyosh paneli bo'yicha to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, ofisimizga tashrif buyuring.